Hammaga assalomu alaykum. Bugun o'tgan darsda o'rgangan where filtri bilan, ya'ni where clause bilan shunga qo'shimcha tarzda kichkinagina bitta video ko'rib chiqamiz. Ya'ni mavzuning nomini yozib qo'yaman. Where clause bilan having degan, ya'ni ga ega bo'lgan o'zbekchasiga o'sha narsani filtrlarini farqini ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun birinchi bitta jadvalni ko'rib chiqamiz. From ishchilar. Mana bizda o'tgan darsda o'rgangan jadvalimiz ismi tashkilot, oylik, sana. Ana o'sha bilan bitta where ishlatib ko'ramiz. Misol uchun qayerdagi oyligi aytaylik. Oyligi katta. Misol uchun 5200 dan katta bo'lgan bo'lsin. 5200 dan katta. Buni run qilamiz. Mana where oddiygina ishlaydi. Ana aytaylik bizga topshiriq berildi. Bizda tashkilot bo'yicha, misol uchun IT bo'limi bor, finance bo'limi bor, ya'ni sales bo'limi bor. Har bitta tashkilot bo'yicha guruhlab, o'sha guruhlarda o'rtacha oyligini chiqaraylikda va bizga misol uchun qaysidir o'rtacha oyligi 6000, kimnikidir 7000 bo'lsa, bizga topshiriq berildi. Misol uchun o'rtacha oyligi 7000 dollardan baland bo'lgan bizga jadvaldagi qatorlarda chiqarib ber deydi. Xo'p, ana o'sha holatda biz where ishlatamizmi, having ishlatamizmi, o'sha narsani ko'rib chiqamiz. Bu birinchi misolim bu where misol edi. Ana endi boyaga ishlagan bizga berilgan topshiriqni xuddi where bilan ko'rib chiqamiz. Uning uchun nima kerak bo'ladi? Bizga select tashkilot, ya'ni o'sha har bitta tashkilot va uni o'rtacha oyligini ko'rib chiqamiz. Select tashkilot va o'tgan darsdagi agregat funksiyalar orqali average avvaga yoziladi va bunga oylik ustunini yozamiz, ya'ni o'rtacha oylikni hisoblaydi. Tashkilot va oylik ustunlari yetadi. From ishchilar. Ana endi where qilamiz. Qayerdaki o'sha o'rtacha oyligi katta bo'lsin, 5200 dollardan yuqori bo'lgan o'rtacha oyliklarda bizga chiqarib berdi deydi-da va guruhlashimiz kerak bo'ladi biz, chunki har bitta tashkilot bo'yicha guruhlaymiz. Group by tashkilot qilib ko'raman. Ya'ni oddiy bu havingni aralashtirmasdan where orqali ko'rib chiqamiz ishlarkanmi. Qani control enter bilan run bosib ko'ramiz. Hech narsa chiqmadi. Pastdan ekran tortib qarasak error berdi. Invalid use of group function. Ana o'sha nimaga biz where bilan bu yerda bitta qoida ketadi. Where bilan agregat funksiyalarini ishlata olmaymiz. Ya'ni average, max, minimum ularda where bilan ishlata olmaymiz. Ularni faqatgina biz having bilan ishlatamiz. Xo'p, where bilan having asosiy farqlari nima? Birinchi aytganimdek, where bilan agregat funksiyalar ishlata olmaymiz. Ikkinchisi, biz where da ishlatgan paytimizda bu group bydan tepada turibdi, ya'ni group bydan tepada birinchi ishlaydi. Bu degani biz har bitta tashkilot guruhlarga bo'lishimizdan oldin har bitta qatorma-qator bu filtrni urib chiqadi. Ya'ni har bitta oylikda qatordagi oylikni ko'rib chiqadi. Bu tabiiyki xatolikka olib keladi. O'shaning uchun where bilan biz agregat funksiya ishlata olmaymiz va group bydan oldin keladi. Xo'p, ana endi havingni ko'rib chiqamiz xuddi shu holatda. Shu orqali biz having bilan versus where the farqini ko'rib chiqamiz. Xo'p, select tashkilot qilamiz. Xuddi o'sha misolda yozaman. Average oylik from ishchilar. Ana endi having group bydan keyin keladi. Group by tashkilot qilib olamizda. Tashkilot having ga ega bo'lgan average oylik aytaylik katta 5200 dan. 5200 dan. Va buni run qiladigan bo'lsak, mana chiqdi 5400, 6020, 6760. Misol uchun marketing bo'limi o'rtacha oyligi 5400 ekan. Misol uchun 3-4 ta marketing bo'limida ishlagan odamlar bo'lsa, ularning o'rtacha oyligini hisoblab chiqarib beryapti. Va biz filtrda ikkinchi qismi edi. Xolos, uzun bo'lib ketdi shu ham. Where takrorlaymiz. Where har bitta qatorga qarab chiqadi va where bilan agregat funksiyalar, ya'ni average, max, minimum, sum ularda ishlata olmaymiz. Ularni faqatgina having bilan ishlatamiz. Where group bydan tepada keladi, having group bydan pastda keladi, ya'ni qator bo'yicha. Va bo'ldi.
Ana endi bu videoga qo'shimcha boshqa misollar bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, jadvalga qaradigan bo'lsak, 5400 dan keyin nuqta turibdi, 0000. Ya'ni bizga bu narsa kerak emas, yaxtlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yaxtlash round bo'ladi inglizchasiga. Xuddi boshqa tomon yozib chiqaman. Select tashkilot va biz average oylik turadi. Average oylik. Ana xuddi o'sha narsani biz oldiga round yozaman. Ya'ni round uni ichida average oylik ketadi. Ana endi from ishchilar group by tashkilot having average oylik katta 5200 dan. Mana boyagi narsani chiqarib berdi. Bitta shunchaki biz round qo'shib qo'ysak bo'ldi. Ana rounddan keyin nima bo'ladi? Misol uchun virgul qo'yib 2, misol uchun 3 qo'yadigan bo'lsak, necha xonaligacha yaxtlasak bo'ladi. Biz men aytdim, virguldan keyin hammasini chop olib, butun son holatiga butun son qilib yaxtlab berdim. Ya'ni shunchaki round qo'yadigan bo'lsak, bu yaxtlash edi. Ana endi biz ko'radigan narsamiz hop, new curriculum. Buni o'chirib tashlasam. Xo'p, oxirgi ko'rayotgan narsamiz bizda limit ko'ramiz. Limit. Nima degani? Limit bu chegara qo'yish. Misol uchun select yulduzcha from ishchilar chiqaradigan bo'lsak, bizga misol uchun hozir jadvalimizda 30 tagina. Bu yerda 1 millionta bo'lsa, qator bo'lsa 1 milliondan chiqarib beradi. Bizga misol uchun 3 tagina qator kerak. Limit shunchaki 3 yozib qo'yaman. Mana boshdagi 3 ta qator keldi. Misol uchun bizga top 3 ta narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, shunchaki limitni 3 ga qo'yib qo'yamiz va bu tamom. Va yana bitta narsa bo'ladigan bo'lsa, bitta misol keltiradigan bo'lsam, select tashkilot, misol uchun tashkilot bo'yicha o'rtacha oylikni boshqa tomon ko'rib chiqaylik. Tashkilot va average oylik qiladigan bo'lsak, from ishchilar group by tashkilot. Mana bo'ldi. Buni run qiladigan bo'lsak, mana 4260, 5400 bu oddiy holatda chiqdi. Fokusni men mana bunga qaratmoqchiman. Ustun nomiga average oylik turibdi-ku, ya'ni kodimiz qanaqa bo'lsa, xuddi o'sha narsani keltirib chiqyapti. AVG oylik. Buni tushunmasligi mumkin. Biz o'tgan darsda biz yozgan bo'lishimiz mumkin, lekin o'sha narsani tushuntirib o'tiraman. Bunga nom beramiz. S desak bo'ldi va xohlagan nom, misol uchun average salary. Misol uchun inglizcha yozyapman qulay bo'lish uchun. Average salary deb turib run qilaman. Mana ustun nomi o'zgardi. Xo'p, bu qisqacha videomiz edi. Asosiy mavzuimiz verb bilan having edi. Ana o'shanga oid bitta lead codedan misol ishlaymiz endi. Shu bilan darsimizni yakunlaymiz. Lead codeda 596-misol. Classes with at least 5 students. Kamida o'quvchi soni 5 taga tegmagan sinflar. Xo'p, bizda jadval bor. Bizda jadvalimizda ikkita ustunimiz bor. Student and class. Talabalarimiz A dan B gacha cheksiz ketadi. Aytaylik, A, B ism, bu har xil ismlarda bo'ladigan bo'lsa va ular qatnashadigan sinflar. A o'quvchimiz matematikaga, B ingliz tiliga, C matematikaga ketadi. Ya'ni ismlar har xil, lekin fanlar soni cheklangan. Misol uchun qaysidir biri 5 kishi matematikaga boradi, 2 ta o'quvchi biologiyaga boradi, shunaqa gaplar. Va bizda tepada yozibdi, write a solution to find all the classes that have at least 5 students. Bizga hamma sinflarni topib ber debdi. Qaysiki u sinflarda kamida 5 ta o'quvchi bo'lsin. Return the result table in any order. Ya'ni xohlagan tartibda keltiring, bu muhim emas. Xo'p, javobi misol uchun matematika guruhi ekan. Misol uchun buni ko'rib turibmiz. Matematika 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta o'quvchi matematikada bor ekan. O'sha narsani kod orqali chiqarib berishimiz kerak bo'ladi. Ustun faqat bizga klass kerak. Uni o'quvchini ismi kerak bo'lmaydi. Boya aytganimdek, o'quvchilar sonini sanash uchun biz count foydalanamiz, ya'ni sanash funksiyasi. Count bu agregat funksiya hisoblanadi.
where'da tushuntirganimizdek, where bilan hech qachon biz agregat funksiyani ishlata olmaymiz. O'shaning uchun bu joyda biz havingni ishlatamiz. Hop, kodni yozamiz. Select. Bizga nima kerak? Class degan ustunimiz kerak bo'ladi. Qayerdan? From jadvalimizning nomi mana courses. Courses. Ana endi biz guruhlaymiz. Nima bo'yicha? Sinf bo'yicha. Ya'ni har bir sinfda nechta o'quvchi borligini, o'shaning uchun group by class qilamanda. Ana endi having qolaman. Having ishlatamiz. Nimaga ega bo'lgan? O'quvchilar soni, student misol uchun o'quvchilar soni, o'sha narsani count deb yozamanda. Count student katta yoki teng, eng kamida 5 ta degan 5 ta va undan ortiq. 5 qilaman va run. Va tamom. Ana endi run qilib ko'raman. Ana accepted. Javobi oxiri misol uchun class math. Xo'p, tushuntiramiz kodni. Class ustuni, ya'ni sinf ustunini tanladik kurslardan va o'sha sinflar bo'yicha guruhlab oldik, chunki har bitta sinfda umumiy nechta o'quvchi sonini bilishimiz kerak bo'lgan, ya'ni shunaqa qilib guruhladik va having filtrini qo'ydik. Ga ega bo'lgan o'quvchilar sonini count bilan hisobladik. Katta yoki teng 5. Shu bilan ishladik. Video tugadi, darsimiz ham tugadi. Hammaga katta rahmat.